qani men arzu qilgan tashkilotlarimiz. Abduri Mirkamil Kashg'ari. Bundan yillar burun Sharq Turkiston tashkilotlari duch kelayotgan xavflar va chora-tadbirlar sarlavhasi ostida yozilgan shundaqli xalqaro Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishi yig'inlarida talab bo'yicha bir qancha qatim sunilgan maqolam bugunmi oldimizda bir kompas kabi turmoqda. Ammo meni qayta qalam tavratishga majbur qilgan narsa texnicha tashkilotlarimizning 10 yil ilgari so'zlangan shu o'lchamlarga loyiq bo'la olmasligi hamda shu kompasning ustini qoplagan va hech tarqamagan chang-to'zon bulutidir. Shunlashqa ilgirki maqolaning asosi ustiga bugungi rahimsiz realliklar bilan yangi bir qavat bino qurishga shu tadbir takliflarini muhim bir layoqat o'lchami sifatida qayta sunishga majburman. Chunki dunyo bir millatning mustaqil davlat qurib qurolmaydiganligini uning ko'z yoshlariga emas, balki o'z putida tik tura olishiga va strategiyalik aql ishlatib ishlatmayotganligiga qarab baholaydi. Halbuki bizning hozirgi ahvolimizga qaraganlar bu insonlar haqiqatan mustaqillik ko'rishi qilayotgan insonlarmi yoki faqatli hissiyotchan bir-birini g'ajab tishlashdan boshqani bilmaydigan tarqoq guruhlarmi deb so'ramoqda. Bugun o'zimizdan samimiy va rahimsizlarga so'rashimiz kerak bo'lgan eng asosli savol shu: biz aldirash ko'rinish bilan ilgirlashni aralashtirib qo'ydikmi? Yillardan buyon davom qilayotgan yig'inlar, axborot e'lon qilish yig'inlari, namoyishlar, nagil barsoq tashkillik yig'lab Xitoyni la'natlashdan boshqani bilmasligimiz oz kelgandek, boshqa davlatlardanmi Xitoyni tillab berishdan boshqani talab qilishni bilmaslikdek strategiyalik ko'rligimiz, bu barliq jiddiy va hardurg'uchi faoliyatlar bizni asorat zanjirlarini uzib tashlashdek oxirgi nishonimizga qanchalik yaqinlashtirdi. Agar bir zavoddagi mashinalar to'xtamay harakat qilib, bozorda xaridori yo'q, nuqsonliq mahsulot ishlab chiqarsa, bu faqat energiya, vaqt va umidning isrofchiligidan boshqa narsa bo'lmay nima? Bu maqola faoliyat harg'inligi ichida yo'qolib ketishning o'rniga har bir qadamni onglik, har bir harakatni o'lchamlik va har bir ilgirlashni oxirgi nishonga markazlashtirgan bir ilgirlashga aylantirish chaqiriqidir. Mustaqning ostidagi strategiyalik ko'rliq. Chet ellardagi tashkilotlarimiz uchun eng chong xavf tutilish, taqilish yoki chegaradan qo'g'lab chiqarilish emas. Faoliyatlarimiz qonuniy ramka ichida rohat mengayotidi. Xitoyning tashviqoti ichimizga kirgizayotgan fitna fasodchilari yoki ichki talash-tortishlarmi emas. Chunki bularmi puxta intizom va tarbiya orqali yengish mumkin bo'lgan alomatlardir. Asli va eng chong xavf tashkilotning nishonsiz harakat qilishi, bir harakat programmasining bo'lmasligi va aniq bir yetakchi ideyadan mahrum holda 70 yildan buyon o'z o'rnida qimirlamay turishidir. Masalamizning ismi faoliyat harg'inligi va strategiyalik so'rampalaslikdir. Bir mashinani ko'z oldimizga keltiraylik. Uning motori eng yangi texnikalik V8 motor. Samimiyat, fidokorlik va energiya bilan liq to'lgan. Ammo bu kuchlik motor 10 yillar burungi choqlari to'shuk, roli sunuq, dod bosgan bir mashina gavdasiga o'rnatilgan. Gazni har bosqinimizda motor gurkiraydi. G'oyat zo'r shavqin suran va ko'p istutak chiqaradi. Bulishiga yiqilg'u sarf qiladi. Ammo mashina to'g'ri xodqa, o'lchamlik sistemali qurilmaga ega bo'lmag'achqa o'rnida gurkirab turishdan boshqani qila olmaydi. Mana bu diasporadagi tashkilot qurilmamizning ochiq xulosasidir. Strategiyalik so'rampalaslik bir tashkilotning tashqi dunyo va sharoit tubdan o'zgarayotgan bir davrda o'zini bexatar his qiladigan ko'ni odatlari va rohat o'rindiqidan qo'pmay o'ltirib, bexaraman faoliyatlarini davomlashtirishi, uning asta-asta ta'sirsizlashishini, ahamiyatsizlashishini va oxirida yo'qolishini keltirib chiqaradi. Diasporadagi 70 yildan oshgan tashkilotlanish tariximiz afsuski qisman muvaffaqiyatlarni hisobga olmaganda
mushundaq harakatsizlik bilan o'tdi. Tashkilotlar ma'lum bir sistemalik yetakchi ideya va programma atrofida emas, shaxslarning nufuzi atrofiga to'planganligi uchun ularning taqdirimi shu kishilarning taqdiriga bog'liq qismatdan qutula olmadi. Bu tarixiy saboqdan to'liq ibrat elinmaganligi uchun bugungi kundami bir qancha qiyliplashgan faoliyatning sirtiga chiqolmagan tashkilot qurilmalarimiz kun siri ko'paymoqda. Eng rahimsiz misol Kodakning o'zini o'ldirishi. Fotografiya sohasidagi gigant shirkatlarning eng mashhuri bo'lgan Kodak 1975 yili raqamlik foto apparatni tunji bo'lib ijod qilgan shirkat edi. Ammo bu inqilobiy ijodiyat o'z boshqaruvchilari tomonidan jalb qilarliq bir o'yinchoq deb tushunilgan edi. Chunki Kodak rahbarligi o'zini insonlarning aslimalarini mangullashtiradigan bir texnologiya shirkati deb emas, balki kino plyonkasi va fotograf qog'oz sotadigan ximiya shirkati deb tasavvur qiladi. Ularning kelgusi tasavvuri qilayotgan ishi plyonka setish bilan cheklanib qolib, nima uchun mavjud ekanligini unutib qolgan edi. Bu strategiyalik ko'rliq, xato vaziyat analizi va o'zgarishni rad qiladigan radikal shirkat madaniyati ularning ochiq vayronchilikqa mubtalo bo'lib, tarixga ko'milishiga sabab bo'ldi. Biz uchun eng jiddiy savol tashkilot g'oyimi yoki vositami? Dunyodagi nurg'un tashkilotlar duch keladigan eng cho'ng patqoq maqsadi bilan vositasini aralashtirib etishidir. Ma'lum bir nishonga xizmat qilish uchun qurilgan tashkilot vaqtning o'tishi bilan o'zini boshqalardan xizmat, fidokorlik kutadigan bir tubki g'oyaga aylantirib oladi. Boyliqlar, vaqt va talantlar davoni ilgari surishning o'rniga tashkilotning hozirgi qurilmasi va nupuzini qo'g'dash uchun sarf qilinishga boshlaydi. Endi o'zimizdan so'rab boqayli. Biz mavjudlik sababini namoyish o'tkazish, bayonot e'lon qilish, tashkillik yig'lash deb aniqlama beradigan faoliyat shirkatlarimi yoki mavjudlik sababi Sharq Turkiston xalqining izzat hurmatini va vatanning mustaqilligini kafolatlantirish bo'lgan nafas elayotgan jonliq bir milliy ozodlik harakatimi? Mas'ullarimiz har doim bunu savolni o'zidan so'rab turish kerak. Qo'limizdagi boyliqlarning pul, vaqt, odam kuchi qanchalik qismini hozirgi tashkilot qurilmamizni qo'g'dashga, qanchalik qismini davoni ilgari surishga sarf qilyapmiz. Agar aniqlamamiz ikkinchisi bo'lsa, qilgan har bir faoliyatimizning bu oxirgi maqsadga xizmat qilib qilmaganligini bir tashqi kasalliklar doktorining inchikiligi bilan operatsiya qilib, foydasi bo'lmagan har qanday narsani Kodakning modasidan qolgan plyonkalarga o'xshash rahim qilmay tarixning axlatxonasiga tashlashga majburmiz. Strategiyalik so'ram palaslikning eng xatarlik oqibati vatandan uzilib qolish. Bu so'ram palaslikning eng ichinishli natijasi faqat jo'grafiyalik uzilib qolishla emas, balki ruhiy va uchur jihatdagi uzilib qolishdir. 70 yildan oshgan diaspora tarixida jo'grafiyalik yiroqlik vaqtning o'tishi bilan psixologiya, madaniyat va eng muhimi uchur jihatdagi bir hanga aylandi. Tashkilotlarimizning kun tartibini hamda Sharq Turkistondagi bir yezining jonajon ehtiyoji yoki Xitoyning yangi bir assimilyatsiya taktikasi shundaqla vatandagi xalq bilan o'zaro ta'sir ko'rsatishni texmi yuqori ko'tarish emas, balki diaspora ichidagi tor doiralik talash tortishlar va sohibxon davlatlardagi siyosiy klimatning shamollari belgilaydigan bo'ldi. Bir xalqni qutqizishni nishon qilgan turg'uliq shu xalqning hozirgi realligiga, umidlariga va qo'rqinchlariga yotlashib qilishdan cho'ngroq fojia bo'lmasi kerak. Yo'l ko'rsatkichi nur payg'ambar alayhissalomning hikmati va zamonaviy strategiya. Chorining ruhiy va axloqiy kompasi olamlarning sardori Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamning
ko'rash metodini faqat bir e'tiqod masalasi debla emas, balki umumiy bir strategiya va rahbarlik ilmi sifatida qayta tushunishdir. Payg'ambar alayhissalomdek da'voning dardi bilan kechalari uyqusiz qolmagan, qutulish uchun chora izlab tipirlab turadigan bir irodaga, tafakkur cho'nqurligiga va fidokorlikqa ega bo'lmay turib, da'voni ilgari surishdan so'z ochqili bo'lmaydi. Habashiston hijrati bu faqat bir zulmdan qochishlar emas, balki Makkada bo'g'ilish oldida turgan da'voga nafas oldirgudek strategiyalik cho'nqurlik yaratish. Da'voning sadosini xalqaro sahnaga elib chiqqan tunji diplomatik lobichilik faoliyati va har bir aqlliq rahbarga o'xshash bir beplani tayyorlash harakatidir. Taif safari bu rad qilindiganligini bilib turib chiqilgan umidsiz bir safar emas. Makka bozorining buruqtumlashib ketayotganligini ko'rgan bir rahbarning yangi bozorlarni izlayotgan bir igilik tukligichiga o'xshash qilgan yangi zamin va ittifoqdosh izlash harakatidir. Chalma kesak qilinishi bo'lsa, har bir ulug'vor tasavvur egasi to'laydigan qonliq bir badaldir. Nima uchun deb so'rashning oltin halqasi. Zamonaviy rahbarlik ilmining ustozi Simon Sinek oltin chambar nazariyasida ilhom baxsh rahbarlarning sirini oshkorlaydi. Insonlar sizning nima qilganingizni setib olmaydi. Sizning nima uchun qilganingizga ishonadi. Bizning eng cho'ng masalamiz to'xtamay nima qilayotganligimizni so'zlab, buni qaysi ulug' nima uchunga xizmat qildirayotganligimizni isbotlay olmasligimiz va shu sababdan ilhom berish kuchimizni yo'qotishimizda. Harakat modeli bürokratiyadan jonliq harakatga o'tish. To'g'ri diagnoz va puxta falsafadan keyin navbat bu tasavvurni hayotiy kuchga ega qilish uchun jonliq, aqlliq va natija markazlik bir harakat modeliga keladi. Rahbarlik bog'van rahbar, farosat va mutlaq mas'uliyat. Rahbar faqat buyruq yog'diradigan bir qo'mondan emas, bir bog'vandir. Uning vazifasi faqat nishon ko'rsatishla emas, shundaqla jamiyatning har bir a'zosining qalbiga ta'sir qilishdir. Muloyimlik, kamtarlik bilan dushmanga qarshi taktiki jihatda murassasiz strategiyalik real amaliyotchidir. Payg'ambar alayhissalomning qushi o'lib ketgan kichik bir bolaga tasalli berish uchun uyigacha berishi rahbarlikning eng cho'ng sirini o'z ichiga oladi. Qalblarni fatih qilish va insoniy istixborotning cho'qqisiga yetish. Rahbar o'zi mas'ul bo'lgan rayondagi eng yiroqdagi bir a'zoning dardidan xabardor bo'lishi va shu dardiga yetishga oldiraydigan bir yurakka ega bo'lishi kerak. Bu payg'ambarcha modelni 21-asrda amaliylashtırishning yo'li strategiyalik uchur ambari va bexatar uchur almashtirish koridori qurishdir. Rahbar faoliyat elib boradigan jamiyatning jamiyatshunoslik ijtimoiy qurilma xaritasini sezib chiqishi kerak. Germaniyaning 1970-yillarda Qaysarining ijtimoiy qurilmasini ko'chma-ko'cha, odamma-odam analiz qilganidek, bir rayonga yo'nalish belgilash uchun u rayon haqida to'liq uchurga ega bo'lish shart. Bu dal qushi o'lib ketgan kichik bir boladanmi vaqtida xabardor bo'lgan Payg'ambar alayhissalomning sunnatidir. Bundaq strategiyalik uchur ambiri bo'lmay turib tashlangan har bir qadam qorong'ulikqa etilgan o'qdir. Bu uchur ambirini qurib chiqish uchun kerakli usullar: insoniy to'rlarni kuchaytirish, to'van texnika, yuqori ishonch, oila rishtalariga o'xshash asosli insoniy to'rlar orqali shifrliq va vositalik aloqa texnikalari bilan vatandan kerakli uchur iqimini kafolatlantirish, to'r bexatarligi va digital savod. Diasporadagi har bir a'zoning asosiy digital bexatarlik usullarini o'rganishni kafolatlantirish va bu haqda uzluksiz tarbiyalash elib berish. Uchuq manbalik istixborot birligi, Xitoyning o'zi e'lon qilgan rasmiy hujjatlar, sun'iy hamroh suratlari va shirkat dokumentlarini analiz qilish orqali
ichki vaziyatni tashqaridan to'liq o'qib turadigan kasbiy bir analiz birligi qurish. Rahbar cho'qim har biringlar bir podichi, har biringlar o'z padanglardan mas'ulsizlar degan hadis sharifni o'ziga asosiy qonun deb bilishi, qiyomat kuni uning qo'li yoqamda bo'ladi degan ong bilan mutlaq mas'uliyatchanlik ichida harakat qilishi kerak. Konu so'ralma qo'shindan dinamik alohida qismiga o'tish. Kurashchan bir tashkilotning to'xtaq holatda turib qolishini qat'iy qabul qilg'ili bo'lmaydi. Uzluksiz taraqqiy qiladigan, nishoniga qarab ilgirlaydigan harakatchan bir qurilmaga aylanishi shart. Bürokratiyaning o'rniga loyiha va plan asosida ishlaydigan alohida qism atratlarga o'xshash jonliq birliklarga ehtiyojimiz bor. Bir digital lobbichilik atrati, bir dokladlashtirish atrati, bir guvohliklarni arxivlashtirish atrati va eng muhimi bir ijtimoiy qurilma xaritasi sezish va analiz qilish atrati qurishimiz lozim. Bu atratlar strategik yadro tarafidan belgilangan vazifa yo'nalishida qandoq qilishga kelganda taktikalik mustaqillikka ega bo'lishi kerak. Ko'p qatlamli strategiya va ijtihod ruhi. Hissiy inkaslarning o'rniga kasbiy, savrchan va natija markazlik ko'p qatlamli bir strategiyaga o'tishimiz kerak. Har bir harakatni boshlashdan burun tuvandagi 4 savolga javob berilishi lozim. Nishon nima? Strategiya nima? Ehtiyojlar nima? Ehtiyojlarning ta'minoti qanday kafolatlantiriladi? Qisqa muddatlik, yuqori ta'sirlik harakatlar. Maqsad vatandagi xalqimizga yolg'iz emaslar degan ukurni berib, ruhiy jihatdan ilhomlantirish. Ularga Uyg'urlarning qo'lidanmi mana shunday dunyoni larziga solg'udak ish keladi ekan degizlaydigan va ularning o'zlariga bo'lgan ishonchlarini uyg'ota oladigan ishlarni qilishimiz lozim. Dunyoni va Xitoyni zilzilaga soladigan cho'ng voqealarni yaratish. Maqsad hozirgi to'xtaq holatni buzib, Xitoyni mudofaa holatiga o'tkazish. Oddiy misol qonuniy atom bombasi. Argentina yoki Ispaniyaga o'xshash umumiy adliya boshqarish huquqi prinsipini e'tirof qiladigan bir davlatda irqiy qirg'inchilik jinoyatidan mas'ul yuqori darajalik bir Xitoy amaldori haqida konkret dalil isbotlar bilan bir da'vo echish. Uning haqida xalqaroliq tutish buyrug'ining chiqarilishi Xitoy uchun diplomatik bir qabohat, xalqimiz uchun bo'lsa g'oyat zo'r bir psixologiyalik g'alaba bo'ladi. Shuningdek, dushmanning har qaysi sohalardagi ojizlik nuqtasini yaxshi bayqab, bir qancha qahramon bilan zarba berish orqali har qancha kuchli davlatning e'tiborini yer bilan yakson qilg'ili bo'ladigan, xalqaroning shu davlatga bo'lgan ishonchini vayron qilib, chet ellik mablag'chilarni ulardan qochiradigan, hatto dunyoda yetim qoldiradigan ishlarni qilg'ili bo'lishi tamoman mumkin. Buning uchun ketidigani faqat bir qancha jon va yaxshi bir istixboriy ma'lumot va yoki o'rganishimiz keraklik ba'zi muhim texnikalar. Har qanday bir cho'ng kuchni tez cho'ktirish yoki lag'lig' titritish uchun cho'qim tang darajada harbiy va iqtisodiy kuchimizning bo'lishi shart emas. Strategik ittifoq va ko'ngil ko'riki. Da'voyimizning yolg'izligi eng cho'ng ojizligimizdir. Xitoyning iqtisodiy kuchi oldida jim turgan davlatlardan halqib o'tishimiz, ularni ayblashdan bakrak bevosita xalqlarining va olimlarining vijdoniga xitob qilishimiz kerak. Bu masala faqat bir zamin masalasi emas. Islomning yuragiga sanjilgan bir xanjar, 21-asrning Andolusi va ummatning g'urur siniqidir. Shundaqla bu da'vo turk kimligi va madaniyatining bo'shkining faryodidir degandek vijdonni uyg'otquchi so'zlar bilan islom va turk dunyosining ommaviy jamiyatlari, ziyolilari va yoshlari aro uzilmas rishtalarni qurishga texmo ahamiyat berishimiz kerak. Qonunliq mudofaa va tangpungsiz kuchga qarshilik ko'rsatish huquqi. Bir xalq umumyuzlik yo'qotilish tahdidi ostida turganda va barliq diplomatik ishlar yuziga taqalganda xalqaro qonun va eng asosli insoniy izzat hurmat o'ziga bergan qonunliq mudofaa huquqini qo'llanish tanlashini strategik bir zururiyat sifatida qo'lida tutishi kerak.
tarix Fransiya qarishliq harakatidan tortib Jazoir, Vyetnam va Irlandiyaning mustaqillik kurashlarigacha tangpungsiz kuchga qarshi qarshilikning darajadan tashqari bir kuchni tiz buktira oladigan eng unumli strategiyalardan biri ekanligini isbotlab bermoqda. Bu terrorlik emas. Bir davoni romantik xayollardan chiqarib, reallik zeminiga o'ltirg'izish irodasidir. Xitoyni o'z uyida bearam qiladigan harakatlarni qilalig'idek yushirin kuchimiz, eng kuchli diplomatik so'dilashish ko'zlarimiz bo'lishi mumkin. Buning uchun Po'latdek bir ta'limot, mutlaq maxfiyatlik bilan harakat qiladigan avangardlarimiz va singib kirgili bo'lmaydigan bir tashkilot asosiy qurilmasiga ega bo'lishimiz shart. Bularning hammasini uziqlantiradigan ruh ijtihod ruhidir. Ijtihod faqat rahbarlarga xos emas, har bir a'zo egilishi kerak bo'lgan, o'zgarayotgan sharoitga asosan tezlikda yangi pozitsiya elish va foydasiz an'analardan jasorat bilan voz kechish qobiliyatidir. Dushmanimiz uzluksiz o'kinayotganda biz 20 yil burungi usullar bilan urush qila olmaymiz. Kuchimiz gavdada emas, chaqqonlikda, aqlda va qisqa muddatlik yenik strategiyalarda. Madaniyat va ma'naviy qurilish, jihod ruhini yetildirish va ulgu bo'lish. Da'vo qalblarga va zihnlarga xitob qiladigan, shu da'voning ruhini ko'targan insonlar bilan g'alaba qiladi. Jihod ruhini to'g'ri tushunish va umumlashtirish. Jihod tirishish, butun kuchi bilan kurash qilish demakdir. Bu hayotimizning har bir sohasini o'z ichiga olgan umumyuzlik bir kurash ruhidir. Nafs bilan jihod, ya'ni eng cho'ng jihod har bir a'zoyimizning axloqiy, tirishchanligi, samimiyati bilan islomga va millatiga eng go'zal shaklda vakillik qilish tirishchanligidir. Mol bilan jihod da'voning iqtisodiy yukini zimmasiga elish, zakot va sadaqalar bilan kurashni qo'llash tirishchanligidir. Shundaqla iqtisodiy sohada dunyoning gigant shirkatlari bilan raqobatlasha oladigan va o'xshash ustalda o'ltira oladigan korxonachilarni yaratish, ularga yo'l ochish, sohasining so'z egasi bo'la olishi uchun lobbichilik qilishdir. Har birimizning o'zimizning ijtimoiy taratquda, maktabda, xizmat o'rnida da'voyimizning bir bayonotchisi va qo'g'dug'ichisi sifatida ko'rish tirishchanligidir. Jon bilan jihod kerak bo'lganda qonunliq mudofaa huquqini qo'llanishdan chekinmaydigan qat'iy irodadir. Yangi qahramonlarni yaratish va dostonlashtirish. Endi faqat mazlumlik hikoyalarini so'zlash yetarli emas. Diasporada ilm-fan, san'at yoki tantarbiya sohasida natija qozongan har bir yoshlarimizning muvaffaqiyatini milliy bir zafar sifatida tabriklashimiz kerak bo'lganga o'xshash, bu da'vo uchun tinmay xizmat qilib kelayotganlarni vaqti-vaqtida mukofotlab, yoshlarimizga ulgu yaratishga texmo bak ahamiyat berishimiz lozim. İctimai ulgu bo'lish harakati. Men bir vakil. Eng cho'ng kuchimiz har bir a'zoyimizning o'zidir. Har bir Sharq Turkistonlikning qalbiga bunu ideyani singdirishimiz kerak. Men ko'chada mengayotganda faqat o'zimgina emas, 35 millionlik bir millatga vakillik qilaman. Mening xatoliqim millatimning xatoliqidir. Mening muvaffaqiyatim millatimning muvaffaqiyatidir. Unutmasligimiz kerakki, Allah Taala hech kimga kuchi yetmaydigan yukni yuklamaydi. Agar bu ig'ir imtihonga duch kelgan bo'lsak, bu imtihondan o'talaydigan kuchning bizga allaqachon berilganligiga iymon keltirishimiz kerak. O'z kuchimizni bayqash, sistemalik ish qilish bizning birdan-bir chiqish yo'limiz. Chunki das o'rnidan turish uchun o'z putiga ishonmaydiganlarning taqdiri boshqa putlar ostida yonchilishdan iborat bo'ladi. Bizni dunyo millatlari qatorida tik turg'izdigani o'z kuchimizni tashkillik ishlatishdir. Hargizmi tashkillik yig'lashni davomlashtirish emas. Tarixning obyekti emas, subyekti bo'lish vaqti. Bularni deyish oson, qilish tez degan jumla rahat o'rindiqdan qopmaslik uchun panohlanadigan eng xatarlik bahonadir. Shundoq,
dal mushu rohiyatidan voz kecholmayotganlar sababidan harakatsiz to'xtaq tashkilotlarimizning soni ko'payib bormoqda. Islom va vatan davosini olqishlar orasida, Guliston bog'larida yoki rohat o'rindiqlarda elib bormoqchi bo'lganlar abadiy o'ltirgan yerida qilishga mahkumdir. Bu yo'l fidokorlik, o'zini beg'ishlash va herib charchashni bilmaydigan bir iroda yo'lidir. Oldimizda ikki tanlash bor. Yo shikoyat qilib, bir-birimizni ayblab, vatan bilan bo'lgan bog'lanishimizni butunlay uzib, ta'sirsiz faoliyatlar bilan o'zimizni aldab, tarixning iqimida laylatqidek eqib yurgan bir obyekt bo'lishni davomlashtiramiz. Yoki aqlimizni, iymonimizni va irodamizni birlashtirib, bu muqaddas davoni zafarga elib borgan va tarixni qaytadan yozgan bir subyekt ijodkorga aylanamiz. Mana bular 10 yildan buyon men takrorlab kelayotgan va tashkilotlarimizdan kutayotgan orzular edi. Yig'inchoqlab aytganda, men shaxsan yuqoridagi o'lchamlarga tushadiganligini isbotlamagan tashkilotlarning hech birini qo'llamayman. Allah tashkilotlarimizni passiv va to'xta qurilmalarga aylanib qolishdan saqlab, har birini yolg'iz Sharq Turkistonga emas, butun mazlum insoniyatga umid nuri bo'la oladigan bir farosatga, basiratga va tavranmas bir harakat kuchiga ega qilsin. Amin.